Menga qara qizim. Qachongacha yolg'on gapirasan? Odam ham eriga tik qarab gap qaytaradimi? Men senga shunaqa tarbiya berganmidim. Nimaga eringga bunaqa gap qaytarding? Men senga nima o'rgatgan edim? Itoat qil. Nima desa xo'p degan. Nega sen bunaqa sapchiysan? Qatdan o'rganding bunaqa narsalarni? Nega eringga tik qarab gap qaytarding? Eringni qarindoshlarini, qaynona qaynatingni hammasini bizdan ham yuqori ko'targin deb aytganmanmi? Hurmat qilgin deganmanmi? Nimaga hurmat qilmayapsan? Menga qara, sen o'zi kimga ishonmaysan? Eringga shunaqa tik qarab gap qaytaradigan darajada. Akangga ishonmaysanmi yo menga ishonmaysanmi? Haddingni bilib yurgin. Bizning avlodimizda qaytgan qiz bo'lmagan. Tushundingmi? Qaytishi xayolingga ham keltirmagan. Sen yig'lab kelsam ota-onam ishonadi, akam ishonadi yolg'onimga deb o'yladingmi? Sen u bilan yaxshi bo'lib ketishing mumkin, lekin bizning mashtimizda qoladi o'sha kuyovga nisbatan nafratlarimiz. Sen nimani o'ylayapsan o'zi? Qara, mashkinilaring, sen qilganingni mendan birini qilsin, menni kunini ko'rsatib qo'yaman ularni. Akalaringga tik qarab gapirmaydi bittasi ham. Sen kimga o'xshading? Erga itoat qilinadi. O'tirdisi o'tirasan, turdisi turasan. Nima desa xo'p bo'ladi deb itoat qilasan, tushundingmi? Sen bu yerda maza qilib yayrab yashayman deb o'ylamagan. Tushundingmi? Tur yo'qol, bu yerdan chiqib ket. Menga qarasang, men seni 1 yil boqarman, 2 yil boqarman, bir umr boqa olmayman. Ertaga menga og'irliging tushadi. Meni ham bola chaqam bor. Ertaga keling bilan nizo chiqadi, men bolalarim bilan nizo chiqadi. Kim meni nima qilaman? Men oilam deyman. Hammaga ham o'zini oilasi kerak. Seni oilang o'sha yerda. Borganda o'sha yerda yashagan. Bu men uyim. Xohlasam haydab yuboraman. Men uyimga muammolaringni olib kelvermagin. Mehmon bo'lib kelgin bu yerga kelsang. Voy, seni uying o'sha yerda. Borganda o'sha yerda yashagan. Xullas, yig'ishtirgin narsalaring. Qaqqa borsang bor. Xohlasang ko'chada yurasanmi? Xohlasang o'zing uyingga borasanmi? Bor davay. Men olib borib qo'ymayman. Qandoq kelgan bo'lsang, shundoq qaytib ketasan. Bor, narsalaring yig'ishtir. Nega kelding? Meni kechiring. Mencha o'ylab ko'rdim-da, sendagi xotin bilan yashamas ekanman. Sababi eriga gap qaytaradigan, tik boqib tiklanadigan, eriga o'zini gapini o'tkazadigan ayollar umuman menga to'g'ri kelmaydi, menga yoqmaydi. O'shaning uchun bo'ldi. Sen o'zingni hayotingda yasha, men o'zimni hayotimda yashayman. Tinchgina alohida ajrashib yashaganimiz yaxshi bo'lar ekan. Unaqa demang adasi. Men hammasini tushunib yetdim. Akam ham rosa urushib berdilar. Ayol kishi nima bo'lgan vaziyat